Xo'p, prujinali maятник. Demak, 3 ta masaladan bittasini ko'ramiz Innova kitobidan. 3-masala. 3-masala. Biqirligi 100, yukning massasi 10 gram bo'lgan prujinali maятникning tebranishlari chastotasi qanday? Xo'p, tebranish chastotasi nu barobar 1 taqsim 2 pi ildiz osti k taqsim m. To'g'rimi? Demak, mana shu formulaga qo'yamiz. Xo'p, 1 taqsim 2 pi ko'paygan ildiz ostida k 100 ga teng. Massasi 10 gram. Endi buni kilogramda yozishimiz kerak. 0.01 kilogram bo'ladi. Shunda bu 10 + -2. Qisqasi bundan ildiz 100 chiqadi. 100 taqsim 2 pi, ya'ni 50 taqsim pi chiqadi javobimiz. Gerz. Chastotamiz 50 taqsim pi. Bu javob ekan. Xo'p, keyingi masala 6. Biqirligi 0.2 bo'lgan prujinali maятникning tebranishlar davri 2 pi sekunddagi ga teng bo'lishi uchun prujinaga osilgan yukning massasi qanday bo'lishi kerak? Demak, biqirligi deyapti 0.2 va tebranish davri 2 pi chiqishi uchun yukni massasi qanday bo'lishi kerak? Prujinali maятникning tebranish davri 2 pi ildiz osti m taqsim k, to'g'rimi? Demak, o'rniga qo'yamiz. Davrni o'rniga 2 pi barobar 2 pi ko'paygan ildiz osti m taqsim k 0.2. Shunda mana 2 pi bilan 2 pi qisqarsa, bizada bo'ladi 1 barobar ildiz osti m taqsim 0.2 va buni kvadratga oshirsak 1 barobar m taqsim 0.2. Shunda m barobar 0.2 kilogram chiqadi. Demak, javob ekan. 9-masala. 9-masala. Prujinaga 100 gram yuk osilgan va u minutiga 120 marta tebranadi. Prujinaning biqirligi qanday? Pi kvadratni 10 deb oling deyapti. Demak, osilgan yukni massasi 100 gram, ya'ni 0.1 kilogram va u minutiga 120 marta tebranadi. Bu nima degani? T barobar 1 minutda, ya'ni 60 sekundda n barobar 120 marta tebranar ekan. Prujinani biqirligini so'rayapti. Davrni formulasi t taqsim n yoki aynan prujinali maятник uchun yozsak 2 pi ildiz osti m taqsim k, to'g'rimi? Demak, ikkalasini tenglashtiramiz. Bu ham davr topadi, mana bu ham davrni topadi. Shunda t taqsim n barobar 2 pi ildiz osti m taqsim k bo'ladi. O'rniga qo'ysak 60 taqsim 120 barobar 2 pi ko'paygan ildiz osti m taqsim k bo'ladi. K noma'lum. K ni topishimiz kerak. 60 bilan 120 qisqarsa 1 taqsim 2 qoladi. 1 taqsim 2 barobar 2 pi ildiz osti 0.1 taqsim k. Endi buni ikki tomonni kvadratga oshirsak 1 taqsim 4 barobar 4 kara pi kvadratni 10 deb olishimiz kerak ekan. Ko'paygan 0.1 taqsim k. Mana 0.1 bilan 10 ko'paysa 1 bo'lib ketadi. Shunda k ni bu yoqqa ko'paytirish qilib olib chiqaman, 4 ni bu yoqqa olib chiqaman. Va keyin bizada bo'ladi k barobar 16 newton taqsim metr. Demak, biqirligi 16. A javob ekan. Xo'p.
Ikkinchi masala. Biqirligi 200 bo'lgan prujinaga yozamiz. Biqirligi 200. Prujinaga osilgan yuk 8 sekundda 10 marta tebrandi. T barobar 8 sekundda n barobar 10 marta tebrandi. Yukning massasi qanday? M barobar so'roq. Xuddi hozirgiday tebranish davrini T taqsim n yozsam bo'ladi. Yoki tebranish davrini 2pi ildiz osti m taqsim k yozsam bo'ladi. To'g'rimi? Demak, shunga asosan ikkalasini tenglashtiraman. Chunki bunisi ham davr, bunisi ham davr. Va o'rniga qo'yamiz. 8 taqsim 10 barobar 2pi ildiz osti m noma'lum taqsim k 200. Mana. Endi ikki tomonni kvadratga oshirishimiz kerak. Kvadratga oshirsak 64 taqsim 100 barobar 4 karra pi kvadratni yana 10 deb ketsak bo'lar ekan, demak aytilgan shunday deb. Ko'paytirilgan m taqsim 200. Endi bu yerda mana 2 ta 0 bilan 2 ta 0 ketadi. Va qoladigan narsa 64 barobar 40 m qolyapti adashmasam. Shunda 40 bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tsa, m barobar 64 taqsim 40 yoki 4 ga bo'lsam 16 taqsim 10 va bu 1,6 kilogramm chiqadi. Demak, D javob ekan. Mana D javob. 15. Biqirligi 4 yozamiz. K barobar 4. Biqirligi 4. Yukning massasi 62,5 gramm bo'lgan. Yukning massasi 62,5 10 darajasi minus 3 deyman, chunki grammda berilgan. Prujinal mayatlikning siklik chastotasini toping. Ya'ni omegani so'rayapti bizdan. Omega barobar ildiz osti k taqsim m edi, to'g'rimi? Shunga qo'ysak, ildiz osti k taqsim m 62,5 10 darajasi minus 3. Mana. Barobar 10 darajasi minus 3 tepaga plus bo'lib chiqadi, ya'ni 10 darajasi 3 bo'lib chiqadi. Shunda 4000 taqsim 62,5 bo'ladi. Ana endi diqqat qilasizlar, 4000 ni 62,5 ga bo'lsam. Xo'p, 1000 ni 62,5 ga bo'lsam 16 chiqadi. 4000 ni bo'lsam agar 64 bo'lib qoladi va bundan 8 chiqadi. Qaysi javob ekan? D javob ekan bu ham. D javob. Xo'p. 18-masala. Prujinali mayatnik og'irlik kuchi tezlanishi Yernikidan 4 marta katta bo'lgan planetaga Yerdan olib o'tildi. Bunda uning tebranish davri qanday o'zgaradi? Xo'p, qaranglar. Tebranish davri deyapti. Tebranish davrining formulasi nima? 2pi ildiz osti m taqsim k. Xo'p. Ya'ni erkin tushish tezlanishi Yerdagidan 4 marta katta bo'lgan sayyoraga olib chiqildi. Formulada erkin tushish tezlanishi bormi? Yo'q. Yukni massasi, bu yerda yukni massasini o'zgartirdik demayapti. Yoki prujinaning biqirligi. Prujinaning biqirligini ham o'zgartirdik degani yo'q. Faqat boshqa sayyoraga olib o'tdik. Bu yerda hozir J ni umuman aloqasi yo'q. Faqat yukni massasi va prujinaning biqirligi o'zgarsagina tebranish davri o'zgaradi. Ya'ni J ni o'zgarishi bunga ta'sir ko'rsatmaydi. Bu degani boshqa sayyoraga o'tsak ham yoki koinotga chiqdik yoki vazinsizlik holatida, ya'ni erkin tashlab yuborsak, umuman tezlanish bilan ko'tarsak yoki tushirsak, umuman davr o'zgarmaydi. Chunki bu yerda tezlanishda umuman aloqasi yo'q. O'zgarmaydi degan javobni demak belgilaymiz. A javob ekan. Xo'p. 21-masala. Prujinali tebrangich, ya'ni mayatnik dagi yukning massasi 9 marta ortsa, bo'ylama tebranishlar davri qanday o'zgaradi? Xo'p,
tebranish davri yana bir marta yozaman mayli. 2pi ildiz osti m taqsim k. Diqqat qilamiz. Massani 9 marta oshirsak deyapti. Mana bu massa 9 marta oshsa, u suratda turibdi. Suratning ortishi mana bu yoqdagi kasrning qiymatini ham ortishiga olib keladi. Chunki surat to'g'ri proporsional. Faqat 9 marta oshsa, bu 9 marta oshmaydi. Sababi buni ildizi bor ustida. 9 marta emas, 9 ni ildizi marta oshadi, ya'ni 3 marta oshadi. Demak, tebranish davri 3 marta ortadi degan javobni belgilaymiz. B javob ekan. Xo'p. 24. Prujinaga osilgan yukning massasi 4 marta ortganda uning bo'ylama tebranish chastotasi qanday o'zgaradi? Xuddi shunga o'xshagan, faqat chastotani aytyapti. 2pi 1 taqsim 2pi 1 taqsim 2pi ildiz ostida k taqsim m. Aytyaptiki, massasini 4 marta oshirsak. Xo'p, massa 4 marta oshsin. Bu massa hozir chastotani formulasida qayerda? Mahrajda turibdi. Mahraj ortishi kasrning qiymatini kamayishiga olib keladi. Chunki teskari proporsional mahraj bilan. Faqat 4 marta oshsa, bu 4 marta kamaymaydi. Sababi mana tepasida ildiz turibdi. Ildizi marta kamayadi. Ya'ni 4 marta emas, 4 ni ildizi marta kamayadi, ya'ni 2 marta kamayadi deymiz. Demak, C javob ekan. 27-masala. Prujinaga osilgan jismning tebranishlar davri T. Agar yukning massasi 60 gram ortsa, davr 2 marta ortadi. Jismning dastlabki massasi qanday debdi. Yaxshi, demak 20 gram bo'lsa kerak. Davrni yozamiz, qaranglar. T barobar 2pi ildiz osti m taqsim k. Bu dastlabki davr. Endi keyingi holatda davr 2 marta ortdi. Mana davrning joyiga 2 ta t yozaman. Sababi massasi 60 gramga ortdi. Ya'ni massasiga 60 gram qo'shildi. Shuning uchun tebranish davri 2 marta oshdi. Mana farqi, massasi m bo'lganda davri t edi, massasi m plus 60 gram bo'lganda 2 ta t bo'lyapti. Demak, massaga 60 qo'shilsa, davr 2 ta t ga aylanib qolyapti. Endi buni sistema qilib bo'lib yuboramiz. Shunda t bilan t, 2pi bilan 2pi, k bilan k qisqarib ketadi. Qoladigan narsani yozamiz. Tepada, demak, chap tomonda mana bu yerda 1 qoldi, pastda esa 2 qoldi. Barobar. O'ng tomonda ildiz osti m qoldi, mahrajda esa ildiz osti m plus 60 qoldi. Mana. 2 tomonni kvadratga oshiramiz. Bu bo'ladi 1 taqsim 4, tepasi esa m, pasti m plus 60. Endi buni proporsiya qilsak, 4 bilan m ko'payadi, 1 bilan m plus 60 ko'payadi. Shunda m bu yoqqa o'tib olsa, 3m barobar 60, m barobar 20 gram chiqadi. Demak, 20 gram B javob ekan. Umuman olganda, davr formulasi T barobar 2pi ildiz osti m taqsim k. Diqqat qilamiz. Davri 2 marta ortishi uchun mana bu massa necha marta ortishi kerak? Suratda turibdi. 4 marta oshishi kerak. Sababi uni ustida ildizi bor. Massa 4 marta oshsa, davr ildizi marta, ya'ni 2 marta oshadi. 60 gram qo'shganimda 4 marta ortib qolsin. Tushunyapsizlarmi? 60 gram qo'shganimda 4 marta ortib qolsin. Bu degani, o'zi bir bo'lak bor, ustiga 60 gram qo'shishim 4 barobar ortishiga olib kelsin. Shunda bitta bo'lagimiz bizada 20 gram chiqib qoladi. Shunga asosan, demak, 20 gram deb aytamiz. Xo'p, 30-masala.
30-masala. Prujinaga osilgan yuk garmonik tebranadi. Shu yuk xuddi shunday, lekin 4 marta uzun prujinaga osilsa, tebranish davri qanday o'zgaradi? Demak, uzunroq prujinani nimasi o'zgaradi? To'ppa-to'g'ri bikirligi o'zgaradi. Bikirlikni formulasi ES taqsim L0 edi. Agar uzunlikni 4 baravar oshirsam, ya'ni maxraj oshyapti, kasrni qiymati nima qiladi? 4 baravar kamayadi. Chunki teskari proporsional. Uzunlik oshsa, bikirlik kamayadi. 4 marta oshsa, 4 marta kamayadi. Endi shunga asosan davrni gapiradigan bo'lsam, davr degani 2pi ildiz osti m taqsim k edi. Hozir shu yerda k ni 4 baravar oshirsam, k maxrajda turibdi. Uni ortishi kasrni qiymatini kamayishiga olib keladi. Faqat uni ustida ildizi borligi uchun 4 marta oshganda bu 4 marta emas, o'shani ildizi marta kamayadi. Ya'ni 2 marta kamayadi deb javob beramiz. D javob ekan demak. 33. Agar prujina 2 marta qisqartirib, yukning massasi 2 marta orttirilsa, prujinali mayatnikning tebranish davri qanday o'zgaradi? Diqqat qilamiz. T barobar 2pi ildiz osti m taqsim k, to'g'rimi? Uzunligini 2 marta qisqartirsam, xo'p, mana bikirlik formulasini yana bir yozaylik. ES taqsim L0. Uzunlikni 2 marta qisqartirsam, maxraj kamayyapti, kasrni qiymati ortadi 2 marta. Bu degani bikirlikni 2 marta oshirar ekanman. Agar bikirlikni 2 marta oshirsam, bu maxraj oshyapti. Maxraj oshganda, xo'p, 33 edimi? Qaranglar, birdan davom ettiraylik-da. Yukning massasi 2 marta orttirilsa degan joyi ham bor. Birdaniga yukni massasini ham 2 marta oshiraylik. Shunda davr qanday o'zgaradi deyapti. Maxraj 2 marta oshyapti, surat ham 2 marta oshyapti. Kasrning asosiy xossasi nima? To'g'ri. Kasrning suratini ham, maxrajini ham bir xil songa ko'paytirsak, kasrning qiymati o'zgarmaydi. Maxraj 2 marta oshdi, surat 2 marta oshdi. Shunda natija o'zgarmay qoladi. Demak, o'zgarmaydi degan javobni belgilaymiz. A javob. 36. Parallel, yonma-yon ulangan, bikirligi k bo'lgan ikkita bir xil prujinaga mahkamlangan m massali yukning tebranish chastotasi qanday debdi. Ikkita prujinani parallel uladik. Ikkalasi ham bir xil. Mana. Va unga yukni ilsak, m massali. Endi tebranish davri qanday bo'ladi debdi. K. Ikkita prujina bo'lgandan keyin prujinalarning umumiy bikirligini olish kerak. Parallel ulaganda umumiy bikirlik qanday topilardi? K1 plus K2. Ikkalasi ham K ga teng, shunda umumiy bikirlik 2K bo'ladi. Endi tebranish davrini yozsam, 2pi ildiz osti m taqsim 2K bo'ladi. Ya'ni umumiy bikirlik olinadi. Uzr, chastotasini so'ragan ekan. Endi shuni teskarisi bo'ladi. Mayli, mana yozib qo'yamiz. 1 taqsim 2pi ildiz osti 2K taqsim m bo'ladi. D javob ekan. 2K taqsim m. 39-masala. Xo'p. 6 newton kuch ta'sirida 1,5 cm cho'ziladigan prujina. Diqqat qilamiz. Shu yerni o'zini yozib olamiz. F barobar 6 newton kuch bilan x barobar qancha cho'zilar ekan? 1,5 cm. Ya'ni 1,5 (-2 metr cho'zilar ekan. Darrov buni bikirligini topaylik. Bikirlikni topish uchun kuchni cho'zilishga bo'lishimiz kerak. Buni hozir 6 ni
1,5 10 darajasi minus 2 ga bo'lsak, adashmasam 400 chiqib qoladi. Demak, biqirligi 400. Unga 1 kilogramlik yuk osilsa, uni tebranishlar davrini so'rayapti. T barobar 2pi ildiz osti m taqsim k. Bunga asosan 2pi ko'paygan ildiz ostida massa 1 kilogram, biqirlik 400 ekan. 1 taqsim 400 dan ildiz 1 taqsim 20 chiqadi. Keyin 2 bilan 2 ni qisqartirib qo'ysak, pi taqsim 10 sekund bo'ladi tebranish davri. Pi taqsim 10, ya'ni 3.14 ni 10 ga bo'lsak 0.314 bo'ladi. S javob ekan demak. 42-masala. 42. Prujina o'ziga osilgan yuk ta'sirida 2,5 santimetrga cho'zildi. Demak, unga yuk ilsak, qaranglar. Prujinaga yuk ilsak nima uchun cho'ziladi? Mana. M massali yukni ilsak nima uchun cho'ziladi? Sababi yukni og'irligi pastga bosiladi va mana bu prujinani cho'zilishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni prujinaning cho'zilishi Kx mg sabab vujudga kelyapti. Bundan x ni bergan 2,5 santimetr. Xo'p, x ni o'rniga 2,5 santimetr qo'ysam, k ko'paygan 2,5 ko'paygan 10 darajasi minus 2 barobar m j ni o'rniga 10 yozamiz. Shunda k taqsim m desam, mana m ni bu yoqqa bo'lish qilib tushirdim. 2,5 10 darajasi minus 2 ni bu yoqqa bo'lish qilib tushiraman. Shunda bu bizada bo'ladi 400 adashmasam. Diqqat qilinglar. Bu tenglamada ikkita noma'lum bor, k va m. Bularni hozir aniq qiymatini topish imkoni yo'q, lekin k taqsim m nisbatni aniqlashim mumkin. Xo'sh, bu nisbat bizga nima uchun kerak o'zi? Sababi bizadan chastotani so'ragan. Chastota 1 taqsim 2pi ildiz osti k taqsim m ga teng. Ya'ni k ni alohida, m ni alohida topish shart emas. K taqsim m ni o'zini topib, bu yerga qo'ysak ham bo'ladi. 1 taqsim 2pi ko'paygan ildiz osti 400. Shunda 400 dan 20 chiqsa, 1 taqsim 2pi ni 20 ga ko'paytiramiz va bu 10 taqsim pi chiqib qoladi javobimiz. 42-masala. 10 taqsim pi taqriban 3.2 deb aytsak bo'ladi. S javob. Xo'p, keyingi masalamiz. Mana bu yerdan yozamiz. Xo'p, 42 ni ishladik, 45 bo'ladi, to'g'rimi? 45. Diqqat qilamiz, o'zi oxirgi masalamiz ekan. Xo'p, quyidagi m massali yukning tebranish davrini aniqlang. Xo'p, mana chizmaga, endi chizmani alohida chizib o'tirmayman, shu chizma bilan ishlaylik. Diqqat qilinglar. Bu yerda hozir qanday hodisa yuz beryapti? Tasavvur qilamiz. Mana shu yukni tebranish paytida bu prujinalar, mayli hozir mana bu ikkalasi qanday ulanganligini ko'rib turibmiz. Chap tomondagi ikkita prujina parallel ulangan. Parallel ulangan bo'lsa, biqirligi qo'shilish kerak. K bilan K qo'shilsa 2K bo'ladi. Ularni mayli ana endi bitta qilib chizib olaman. Ikkalasini bitta qilib chizib olaman. Xo'p, diqqat qilamiz. Xo'p, bu 2K, bu esa K. Ana endi eng nozik joyi bu ikkita prujinani qanday qilib birlashtirib olish mumkin? Ko'pchilik bu prujinalarni ketma-ket ulangan deb o'ylaydi. Afsuski, unday emas. Bu prujinalar
parallel ulangan hisoblanadi. Qanday qilib? Diqqat qilamiz. Parallel ulaganda prujinalarni biqirligi oshib ketadi, to'g'rimi? Sababi mana bitta prujina, bu ikkinchi prujina. Tasavvur qilinglar. Ikkita prujinani cho'zish qanday-yu, bitta prujinani o'zini cho'zish qanday? Ya'ni ikkita mana parallel ulagan paytimiz ikkalasini baravar cho'zamiz. Ya'ni bunda 2 baravar ko'p qiynalamiz. Endi bundan xulosa qanday hozir? Parallel ulaganda biqirlik ortib boradi-ku, to'g'rimi? K umumiyimiz K1 plus K2 bo'ladi. Ya'ni umumiy qattiqlik bir-biriga qo'shiladi. Biqirlik ortadi. Ya'ni cho'zilish qiyinlashib boradi. Bunga yana qo'shimcha 3-chi, 4-chi prujinalarni ulasak, baravariga hammasini cho'zishga to'g'ri keladi. Bu demak qiyinlashib ketadi. Prujinalar parallel ulanganda ularni cho'zish qiyinlashib ketish kerak. Endi ketma-ket haqida gapirsak, tasavvur qilinglar, mana bitta prujina ketma-ket. Uni cho'zib ko'rsak qanday bo'ladi-yu, ikkita prujinani bir-biriga ulab cho'zib ko'rsak qanday bo'ladi? Xo'p. Mana bu prujinani misol uchun 3 sm cho'zish kerak yoki bunisini 3 sm cho'zish kerak desa, qaysi birini tanlaymiz? Albatta, bitta prujinani 3 sm ga cho'zishdan ko'ra, ikkita prujinani baravar mana ketma-ket holatda ulab 3 sm cho'zish osonroq. Sababi mana bunisi 1,5, bunisi 1,5 sm cho'zilsa, o'zi umumiy hisobda 3 sm cho'zilgan bo'lib qoladi. Bu degani prujinalarni ketma-ket ulaganimizda ularni cho'zish osonroq bo'lish kerak. Osonroq. Parallel ulaganda cho'zishga, umuman olganda harakatlanishga qiynalishimiz kerak. Ketma-ket ulaganda harakatlanish osonlashib borishi kerak. Endi tasavvur qilinglar. Mana bu yuk hozir tebranmoqchi. Demak, bu hozir uni muvozanat nuqtasi desak, mana shu yer muvozanat nuqtasi. Agar u chap tomonga yurishni xohlasa, 2K biqirlikdagi prujinani siqilishiga to'g'ri keladi. Bilamizki, prujinani siqilishi ham, cho'zilishi ham bir xil. O'sha kuchni sarflaymiz. Bu prujinani siqilishiga to'g'ri keladi. Undan tashqari bu oldinga chap tomonga yurib 2K ni siqilishini xohlayotgan paytda orqasidan mana bu K biqirlikdagi prujina tortib uni yurishiga yo'l qo'ymaydi. Tasavvur qilinglar, masalan, mana shu yukimiz hozir chap tomonga yurmoqchi bo'lsa, ham 2K biqirlikdagi prujina siqilishi kerak, ham K biqirlikdagi prujina cho'zilishi kerak. Umuman olganda u orqadan tortadi, yukni qiynaydi. Shunda yuk aytadi: "Hech bo'lmasa orqadagi prujinani uzib tashlanglar" deydi. Sababi u yurishga qiynalyapti. Yoki shuni teskarisi, o'ng tomonga yurishni xohlasin. Unda ham K biqirlikdagi prujina siqilishi kerak va orqadan 2K biqirlikdagi prujina cho'ziladi, ya'ni yukni orqaga tortadi. Uni qiynaydi demak. Shunda 2K ni uzib tashlasam, bu yukimiz osongina K prujinani siqilishiga sababchi bo'ladi. Osongina siqiladi prujina. Lekin 2K bog'langan turibdi orqasidan, uni oldinga yurishga qo'ymaydi. Bundan xulosa shuki, o'ngga yuraman desa ham ikkita prujina uni qiynaydi, chapga yuraman desa ham ikkita prujina uni qiynaydi. Ya'ni qiyinchilik ortyapti. Bitta prujinani bu yerdan o'chirib tashlasam, yuk osonroq tebranadi demoqchiman. To'g'rimi? Bundan xulosa shuki, bitta prujina yo'qolib qolganda, ya'ni umuman olib tashlanganda osonlashyapti, yoki u qaytarib joyiga qo'yilganda qiyinlashyapti. Qachon qiyinlashadi? Ikkita prujinani ketma-ket ulasak, parallel ulasak qiyinlashadi. Demak, bular parallel ulangan. Shundan xulosa qilib, umumiy biqirlikni 2K bilan K ni parallel
holatda qo'shib topaman. Ya'ni 2k ga k ni qo'shaman. 3k bo'ladi umumiy bikrlik. Ana undan keyin nimani so'ragan? Tebranish davrini so'ragan ekan. Tebranish davri t barobar 2pi ildiz osti m taqsim 3k bo'ladi. Ana shu javob demak to'g'ri. 2pi m taqsim 3k qani ekan? Mana D javob ekan. 45 D javob to'g'ri ekan. Kitobda ham. Endi chunki nimaga bu PDF bu eski varianti, hozir yangilangani chiqqan, ayrim kalitida noto'g'ri bo'lib qolgan joylari to'g'rilangan. PDF eski variant, shunga tekshirib qo'yganimiz yaxshi. 46 ni endi o'zlaringizga qo'yib beraman. Harakat qilsanglar. Demak, hozir mayli bir yo'nalish berib ketaman, qaranglar. Sistema muvozanat vaziyati O nuqta bo'lgan ikkita prujinadan tuzilgan. Demak, ikkita prujinani ham muvozanat vaziyati O nuqta ekan. Hozir bu degani tagidagi prujina cho'zilgan holatda turibdi. Muvozanat vaziyati mana bu O nuqta. Ikkalasining muvozanat nuqtasi bitta ekan. Faqat bittasi jismga bog'lab qo'yilgan, bittasi bog'lanmagan. Xo'p, bunda nima bo'ladi? 4 kg massali jism faqat ikkinchi prujinaga bog'langan. Agar jism KL oraliqdagi garmonik tebranayotgan bo'lsa, uning tebranishlari davrini aniqlang. Diqqat qilamiz. Muvozanat vaziyati yukimiz chap tomonga borib keladi va o'ng tomonga borib keladi. Xo'sh, chap tomonga borib kelish qanday? Chap tomonga borib kelish yuk uchun bu oson, yaxshi. Sababi chap tomonga borib kelaman desa, bitta faqat pastdagi prujinani cho'zishiga to'g'ri keladi. Lekin o'ng tomonga borib kelaman desa, hozir men beri kelgandan keyin bu prujinaga ham uriladida, o'ng tomonga borish davomida ikkita prujina siqilib yana o'rniga qaytish kerak. Demak, chap tomonga borib kelish bitta prujina bilan, o'ng tomonga borib kelish ikkinchi prujina bilan sodir bo'lyapti. Bitta tebranish deganda bir chap tomonga borib kelish kerak va o'ng tomonga borib kelish kerak. O'shanda bitta tebrangan bo'ladi, to'g'rimi? Demak, bundan xulosa shuki, chap tomonga borib kelishni o'zi bu yarimta tebranish. O'ng tomonga borib kelish esa bu ham yarimta tebranish. Umumiy hisobda bitta tebranish bo'ladi. Chap tomonga borib kelish bitta prujina bilan yuz beryapti. Bikrligi 100 bo'lgan prujina bilan. O'ng tomonga borib kelish esa ikkalasi bilan yuz beryapti, mana o'ng tomonga borib kelish. Demak, yarimta tebranish bitta prujina bilan, qolgan yarimta tebranish ikkita prujina bilan sodir bo'lyapti. Endi shunchasini gapirdik. Mayli, shuni ham yozib qo'yamiz. 46-masala. Qaranglar. Yuk chap tomonga borib kelishida bitta prujina bilan boradi deyapman, ya'ni bikrligi 100 bo'lgan prujina bilan boradi. Shunda uni tebranish davri 2pi ildiz osti m taqsim k deganda 100 ni olaman. Shunda bu nima chiqadi? 2 taqsim 10 0.2 chiqsa 0.4 pi bo'ladi. Bu tebranish davri. Bitta prujina bilan tebranadigan davri. Endi ikkita prujina bilan tebranadigan davrini yozaman. 2pi ildiz osti m taqsim, ikkalasi parallel turibdi. K umumiyni olishim kerak. Ikkalasi qo'shiladi. 100 ga 300 ni qo'shsak 400 bo'ladi. Bundan 1 taqsim 10 chiqsa 0.1 pi bo'ladi. Ana endi diqqat qilinglar. Agar faqat pastdagi prujina bilan tebranganda edi, to'liq tebranganda edi, 0.4 pi davri bilan tebranardi. Ikkalasi bilan tebranganda edi, 0.1 pi davri bilan tebranardi. Lekin hozir bu yarimta bu bilan, yarimta ikkalasi bilan tebranyapti. Bu degani umumiy davr bu yerda birinchisini yarimi, ya'ni birinchi davrini yarimini olaman, chunki yarimta tebranish birinchisi bilan bo'lyapti. Plus
ikkinchisini ham yarmini olaman, chunki qolgan yarmi ikkalasi bilan bo'lyapti. Shunda umumiy vaqt chap tomonga borib kelish vaqti 0,2pi bo'ladi, plus o'ng tomonga borib kelish vaqti 0,05pi bo'ladi. Endi ozgina sig'may qoldi. Bu degani umumiy hisobda 0,25pi davr bilan tebranadi. Ya'ni pi taqsim 4 davr bilan tebranadi. Pi ni 3 deb oling debdi. Shunda 0,75 sekund davr bilan tebranadi. Qayerda xato qildik? Xo'p, hozir xatoni topamiz. To'rt kilogramm 100 bilan tebransa davri m taqsim k dedik. 4 taqsim 100 2 taqsim 10 chiqadi. 4 taqsim 10 bu 0,4pi bo'ladi. Ikkalasi bilan tebransa 4 taqsim parallel ulaganda 400 bo'ladi vakirlik. 1 taqsim 100 bo'ladi, 1 taqsim 10 chiqadi. Voy, 0,2 ekan mana bu. 0,2 chiqar ekan. Aytmaysizlar. Ha, mayli. Shunda 0,01 bo'ladi bu hozir. Mana bunimiz. Xo'p, plus uni yarmi o'ng tomonga borib kelish vaqti 0,1pi bo'lar ekan. Shunda 0,3pi bo'ladi keyin bu. Mana buni o'chiramiz. Barobar 0,3pi chiqadi. Ya'ni pi ni 3 deb olsak 0,9 sekund chiqadi. S javob ekan. S javob mana. Xo'p, ana prujinal magnitni tugatdik. Keyin matematikka o'tamiz. Alohida video qilamiz uni.